Siz hech o'ylab ko'rganmisiz, nima uchun ba'zi odamlar faqat hech kim yo'q payt faol bo'ladi? Nega aynan uy bo'sh bo'lganda, xotini ishda bo'lganda, eri safarda bo'lganda, ba'zi odamlar boshqa odamlarga qo'ng'iroq qiladi? Bu video sizni noqulay qilishi mumkin. Lekin oxirigacha ko'ring, chunki bu faqat begonalar haqida emas. Bu sizning atrofingizda, balki eng yaqin doirangizda bo'layotgan narsa haqida. O'zbekistonda oila muqaddas hisoblanadi. Biz yoshligimizdan oila hayotning asosi deb o'sganmiz. Ota-onalarimiz bizga sadoqat, vafo, to'g'rilik haqida o'rgatgan. Lekin oxirgi yillarda psixologlar, ijtimoiy xodimlar va nikoh maslahatchilarining e'tirofiga ko'ra, yashirin munosabatlar, ya'ni xiyonat holatlari, nafaqat garbda, balki bizning jamiyatimizda ham sezilarli darajada ko'payib bormoqda. Va eng achinarli tomoni, bu holatlarning ko'pchiligi yillar davomida yashirin qoladi. Chunki biz bu haqda gapirmaymiz. Uyalamiz, yashiramiz. Oila nomi bilan ko'p narsa ustidan jim turamiz. Bugun men siz bilan bir nechta haqiqiy voqeani, psixologik tushuntirishlarni va, ehtimol, hayotingizda biror narsani o'zgartiradigan savollarni ulashmoqchiman. Hozir qulay joyga o'tiring. Chunki bu suhbat chuqur bo'ladi. Nilufar 34 yoshli, 2 farzand onasi Toshkentda yashaydi. U o'rta maktabda o'qituvchi. Eri Jasur qurilish kompaniyasida ishlaydi. Tez-tez viloyatlarga safarga chiqadi. Nilufar menga o'z hikoyasini aytganida ko'zlari nam edi. U shunday dedi: "Men hech narsa sezmasdim. Lekin bir kuni erining telefoni qo'limga tushib qoldi. U parol qo'ymagandi. Va u yerda oylar davomida yozishmalar bor edi. Faqat uy bo'sh payt degan xabarlari bor edi. Xotining qachon ketadi degan savollar bor edi." Nilufar dastlab o'zini aybladi. "Balki men yetarlicha yaxshi emasman", dedi u. "Balki men zerikarliman. Balki men." Bu balkilar uni 2 oy davomida kechalari uyqusiz qoldirdi. Lekin psixolog bilan ishlashni boshlagandan so'ng u muhim bir haqiqatni tushundi. Xiyonat hech qachon jabrlanuvchining aybi emas. Psixolog Nilufarga tushuntirdi. Xiyonat qiluvchi odamlar ko'pincha o'z ichki boshliqlarini, qo'rquvlarini yoki ehtiyojlarini boshqa yo'l bilan hal qila olmaydilar. Bu Nilufar etishmovchiligi emas. Bu Jasurning o'z hissiyotlarini boshqara olmasligi. Nilufar bugun yana o'sha uyda yashaydi. Lekin endi u boshqacha, kuchliroq va o'z qadrini biladigan. Ko'pchilik so'raydi, nima uchun odam shunday qiladi? Nima etishmaydi ularga? Psixologlar bir nechta asosiy sababni aniqlagan. Birinchisi, hissiy yolg'izlik. Insonning yonida odam bor, lekin u o'zini tushunilmagan his qiladi. Gaplasha olmaydi, yiglay olmaydi, orzu qila olmaydi va bir kun kimdir uni tinglaydi. Shu yerdan boshlanadi. Ikkinchisi, monotonlik qo'rquvi. Ba'zi odamlar uchun tartibli hayot qafas kabi his qildiriladi. Ular har kuni bir xil uyg'onadi, bir xil nonushta qiladi, bir xil yo'lda boradi. Va bir kun biror narsa ularda qochish instinktini uyg'otadi. Uchinchisi, javobgarlikdan qochish. Yashirin munosabatlarda hech qanday mas'uliyat yo'q. Hech qanday uy vazifasi, hech qanday farzand muammosi, hech qanday "sen nega unday qilding" savoli yo'q. Faqat oson, yengil, mas'uliyatsiz vaqt. To'rtinchisi, o'z-o'zini tasdiqlash ehtiyoji. Ba'zi odamlar o'zlari qadrli ekanini his qilish uchun doimo yangi tasdiqlash izlaydi. Agar turmush o'rtog'i ularni yetarlicha maqtamasa, e'tibor bermasa, ular boshqa joydan shu e'tiborni qidiradi. Beshinchisi, imkoniyat va texnologiya. Bu haqda to'g'ridan-to'g'ri gapiramiz. Bugungi kunda Telegram, Instagram, WhatsApp hammasi muloqotni juda oson qildi. Ilgari xiyonat qilish uchun ko'proq harakat kerak edi. Bugun bir klik yetarli. Bir daqiqa to'xtaylik. Siz hozir bu videoni ko'rayapsiz. Va men bilaman, siz bu savolni o'zingizga bergan bo'lishingiz mumkin. Endi nima qilaman? Yoki bu men haqimdami? Yoki men bu nishonalarni sezganmanmi, lekin ko'rmagan bo'lganmanmi? Hozircha javob bermang. Shunchaki eshiting. Chunki keyingi qism eng muhim qismi. Psixologlar va nikoh maslahatchilari yillar davomida kuzatuvlar asosida bir qancha umumiy nishonalarni aniqladilar. Men bularni sizga aytaman, lekin esda tuting, bu belgilar 100 dalil emas. Bu suhbat boshlash uchun signal. Birinchi nishona, telefon yashirinligi ortishi. Ilgari telefoni stolda yotardi. Endi doim qo'lida yoki yuztuban qo'yilgan. Siz yaqinlashsangiz, ekran ochadi. Ikkinchi nishona, vaqt hisobidagi tushuntirib bo'lmaydigan boshliqlar. Ishda qoldim, lekin hamkasblari boshqa gapni aytadi.
Mashgulmisiz? Savoliga haddan tashqari tafsilotli javob beradi. Yolg'onchilar ko'p tafsilot beradi, chunki ular o'zlari ham ishontirishga harakat qiladi. 3-nishona hissiy sovuqlik va haddan tashqari iliqlik navbatma-navbat kelishi. Ba'zan juda gamxo'r, haddan oshiq yaxshi, bu aybdorlik hissi. Ba'zan esa mutlaqo sovuq, uzoq, bu boshqa joyda bo'lish hissi. 4-nishona uy bo'sh payt, qo'ng'iroqlarning ko'payishi. Siz ishga ketasiz va u darhol chiqib ketadi. Siz alarni olib ketasiz va u do'stnikiga ketaman deydi. Uy bo'sh qolishi kerak bo'lgan vaqtlar tasodif emas. 5-nishona yangi odatlari va qiziqishlari paydo bo'ladi. Yangi musiqa tinglaydi. Yangi atir ishlataldi. Yangi kiyim uslubi. Yangi restoran tavsiyalari, lekin siz bilan hech qachon bormagan joylardan. Nilufar ham shularni sezgandi. Lekin u o'zi-o'ziga dedi, "Yo'q, bu mening xayolim. Men unga ishonaman." Bu o'z-o'zini aldash emas. Bu sevgi. Bu umid. Bu oilamni saqlab qolaman degan istak. Va bu his juda insoniy. Lekin ayni paytda bu his sizni kor qilishi ham mumkin. Muazzam 47 yoshda. U Namanganda yashaydi. 22 yillik turmush. 3 farzand. Kenja o'g'li maktabni tugatib institutga kirgan yili u haqiqatni bilib qoldi. Qo'shni ayol, uning 8 yillik do'sti, aslida 3 yil davomida eri bilan yashirin aloqada bo'lgan ekan. Muazzam shunday dedi, "Men eng qiyin narsani tushundim. Ularning xiyonati faqat jismoniy emas edi. Ular mening hayotimdagi voqealarni birga kulishgan. Mening muammolarimni ular birgalikda muhokama qilishgan. Bu menga eng og'ir tegdi." Psixologiyada buni hissiy xiyonat deb atashadi. Va ko'pchilik mutaxassislar bu turini jismoniy xiyonatdan ham og'irroq deb hisoblaydi. Chunki u ikki kishining eng chuqur intimligini, his-tuyg'ularni, orzularni, zaifliklarni o'g'irlaydi. Muazzam bugun shu tajribadan keyin nimalar qildi? U psixolog bilan ishladi. Farzandlari bilan to'g'ridan-to'g'ri suhbatlashdi. Va bu juda qiyin bo'ldi, lekin u o'z hayotini qayta qurdi. U shunday deydi, "Eng katta galaba, o'sha xiyonatning menga kim ekanimni o'zgartirmasligiga yo'l qo'ymaganim." Bizning jamiyatda bu mavzu haqida ochiq gapirish hali ham qiyin. Ko'pchilik uyat bo'ladi, deydi. Farzandlar nima deydi. Odamlar nima deydi. Va shu odamlar nima deydi qo'rquvi ko'plab insonlarni yillar davomida azob ichida yashashga majbur qiladi. Lekin men sizga bir narsa aytaman. Siz boshqa birovning fikri uchun yashayapsizmi yoki o'zingizning hayotingiz uchun? Jamiyat sizni tanlib qilmaydi. Jamiyat uchun siz faqat bir hikoyasiz. Lekin siz o'zingiz uchun butun bir dunyosiz. Psixologlar bir jihatni ta'kidlaydi. Xiyonat qilingan odam eng ko'p narsani, o'z-o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotadi. Men yetarli emasmidim? Men nimani noto'g'ri qildim? Men qayerda xato qildim? Bu savollar to'g'ri emas. Bu savollar sizni qoralamaydi. Haqiqiy savol, endi men o'zim uchun nima qilaman? Nilufar bugun yana o'sha uyda yashaydi. Lekin eri emas. U o'z farzandlari bilan. Va u menga aytdi, men birinchi marta o'zimni o'yladim. Va bu xudbin emas ekan. Bu omon qolish ekan. Muazzam bugun kenja o'g'lining to'yiga tayyorlanmoqda. U kuladi. U ishlaydi. U yashaydi. Bu ikki ayol bizga nima o'rgatdi? Birinchidan, haqiqat og'riqli, lekin haqiqat bilan yashash mumkin. Yolg'on bilan yashash esa sizni asta-sekin ichdan yeydi. Ikkinchidan, yordam so'rash zaiflik emas, balki kuchlilik. Psixolog, ishonchli do'st, oilaviy maslahatchi ular bor. Ulardan foydalaning. Uchinchidan, siz yetarli edingiz. Siz yetarli ekansiz. Birovning xiyonati siz haqingizda hech narsa aytmaydi. U faqat ular haqida gapiradi. To'rtinchidan, agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz va o'zingiz kimdandir xiyonat qilayotgan bo'lsangiz, to'xtang. Hozir. Bu siz xohlagan hayot emas. Bu qo'rquv, boshliq va mas'uliyatsizlikning natijasidir. Shu narsalarni hal qiling, yashirin yo'llar bilan emas. Agar bu video sizga biror narsa bergan bo'lsa, hatto faqat bitta oy bo'lsa ham, quyida like bosing. Agar atrofingizda shu holatni boshidan o'tkazgan biror kishi bo'lsa, bu videoni ulashing. Balki ularga aynan hozir shu so'zlar kerakdir. Va izohlarda menga aytingchi, siz qachon haqiqatni bilsangiz, nima qilgan bo'lardingiz? Men har bir izohni o'qiyman. Obuna bo'ling, chunki keyingi videoda men siz bilan yana bir muhim mavzuni muhokama qilaman. Oiladagi muloqot to'siqlari va ularni qanday yengish mumkin? O'zingizni asrang. O'zingizni qadrlang.
Va esda tuting, siz layoqatli insonni sevishga loyiqsiz.